yıllık faiz stavkası 11.9%dan qaysi modellere bak buna video davamında bilip alasızlar. Açıkça gap bo'ladi. Malibu'dan uzayım mı? Malibu'dan uzayroq. Ne degan keyin ochiladi o ishki? Bilmagan narsa. Ham sifatini qarang. Nappa koja bo'ladi baqa, full pozitsiyasida. Ularni katını desek ham bo'ladi. Chempionlar katını desek ham bo'ladi. Shuni desek ham bo'ladi. Sebebi buni eshitib yuribman. Buni amortizatori chempionlar amortizatoridan qaraganda mukammalroq ekan. Yo'q, zo'r ekan bu. Nappa koja. Sidyalar ham nappa koja, buyog'lar ham nappa kojada ishlangan bo'ladi. Endi 500 so'm ham oz pul emas, katta pul 500 so'm. Lekin alkulim desa 500 so'm bir yerdan keladi, shilib olib qo'yasizlar. Benzinda yursa yine üzerine zaryat berib oladi. Yine şu zaryatni rasxod etadi. Bundan yine benzin o'tadi, yine zaryat beradi, yine şu hesabına köpüyor. Meni qarashim 25-30 bo'ladi misol uchun. Endi 2 korobkadan demak, yine ishidan gitdim uni. Yine 2 korobkadan keyin yana 4 olmak joy bor. Korobkani yana ya 50 desangiz ham 1 metrdan ziyod. Aman. Ağzı 2 motor bo'laydi kumuni. Motorlar uni pastda tutadi. Voy, 80 litrning. Yarayning, pullarni Misal solib qo'yamiz. somka pulsin. Ha, hech kim o'ylamaydi-da. Canavar nasib etsin ham yozib qo'yinglar kommentariyada. Yaxshi niyat yarim mol dedi-ku. Zo'ri nasib etsin, dum qimmatni nasib etsin-da, shuni yarısini hisob kitob etib ko'riladi. Yarısı bunga to'g'ri keladi bo'lmasa, jin. Assalomu alaykum, Real Dunyoning Real obunachilar, yaxshimisizlar, tandirmisizlar. Bize Darital'ın yanında BYD avtosalondamiz. BYD mashinalar, ya'ni tok mashinalar, gibrid mashinalarga qiziqqan odamlar uchun bo'ladi bu video. CL6 Silan 7. Şu mashinalarni sizlarga gösterib o'tganmiz. Asosiy bu videoda şu mashinalarni gösteramiz. Farkı, bahası, kredit basak nechga bo'ladi, kredit yillik faiz stavkasi hammasini aytib o'tib ketamiz. Ochiqcha gap bo'ladi. Lishni yani kovalarga yuring bo'lmaydi. Ochiqchasini aytib ketamiz. Hammasini tushunib bilib olasizlar. Salomlashib oling boshdan. Assalomu alaykum obunachilar. Adım Sarvar, shoda sotuv bo'yicha menejerman. Hozir shu CL6 hamda Silan 7 modeli haqida batafsilroq ma'lumot berib o'tamiz bizda birgalikda. 11.9% yillik faiz stavkasi 11.9%dan qaysi modellere bak buna video davamında bilip alasızlar. Qani bir yana boshlayveramiz. Tak 2000 kilometr deganingiz shumi? Avam şu model shu. Endi xonni görünsünü beradi. Görgan bo'lsalar ko'pchilik ko'rdi. Ob'yom nechik bunda? Xona qaraganda. Endi ob'yom saydan kichikroq, xonni ichida. Malibu bilan-da. Malibu bilan deng. Malibu bilan. Malibudan uzunroq ham bor hozir. Malibudan uzunmi? Malibudan uzunroq. Ha. Malibudan uzunroq. Xo'p. Endi bu gibrid toifasına kiradi, super gibrid. Boshqa gibridlardan ozgina farq etadi. 2000 km, 2020 km zaryadlanib berilgan. Elektron o'zida 120 km yurib berib turadi. Tokun o'zida masalan, shaharda yuradigan odamlar bemalol elektron o'zidan 120 km yurib beradi. Xo'p, 65 litr bak aladi mashinamiz. 65 litr bak bilan 2000 km zaryadlanib. Endi ko'pchilik ko'rgan bo'lsa kerak, testoviy rejim ham bo'ldi. Xo'p, Andizondan bu yana keldilar. 1700 km yurib berdi mashina. 1700. Tamam, Jizzaxdan geldiler aytgancha. Jizzaxdan geldiler. 1700'den ziyod yurib berdi mashina testoviy. Betonkada haydadilar, tamam, katta tezlikda haydamadilar. Shu akkuratli rejimda haydab keldilar, tamam. 1700 km yurib berdi. Bir zaryad, bir zapravkasi bilan. Yaxshi gap. Nima zo'raqa? Qachon zapravka aytgani yodimdan chiqaradi-da, mizozamiz xudo xolasa. Endi u nechga bo'ladi? 120 keyin 65 litr deysizmi? 65 litr. 65 litrni qo'shganingizda emas. Bu benzinda yursa yine üzerine zaryat berib oladi. Yine şu zaryatni rasxod etadi. Bundan yine benzin o'tadi, yine zaryat beradi, yine şu hesabına köpürüyor. Shunday bo'ladi. Endi ko'pchilik mijozlarimiz biladi, ko'pchiliklar bilmaydi. Bunda benzin motori как движок hisobiga ishlab beradi, lekin masalan, оборот ko'proq bo'lsa, ya'ni katta tezlik ham bo'lsa, benzin motor reduktor bilan ulanib beradi, ya'ni ballondan ulanib beradi. Yordam berib beradi mashina tortishiga. Masalan, katta tezliklarda akkumulyator o'tirgan vaqt uchun benzin motor avtomatik qo'shiladi va ballonni aylantirishga yordam beradi. Shunday vaziyat ham bor. Bu aynaga uradi uni displey, nima deydi u? Funksiyalarni namoyish etadigan bo'lsak, bu head-up display bor. Elde laboya tashab berib turadi. Tezligingizni tashqi ko'rinishdan bir videoni ham ko'rsatib bersak, polni LED faralar. Mana xonni dizaynda ishlangan. Arkalar ham o'zida xonni o'zini beradi o'zi. Xonni strukturasi bilan bor. 18 lik diskalar, panorama lyuk, 360 gradus kameralarimiz bor. Bokovoyda slepoy zonalarimiz ham bor. Puli necha so'm buni? Puli az dangi moment 364 milyon 400 bin so'm mashinamizning bahası. Eshikni ochsa sidini orqaga ketadi ekan bu. Pamisi degan ham bor. Hozir shuni aytsak kerak. Ko'rsininglar.
Sizni kutib oladidan, shu o'ng'ayli o'tirish uchun tushdagi vaqtda ham ozgina orqaga tortib qo'yadi o'zini. Ikki dona odam belgilab qo'ysak bo'ladi, pomidor ham bor bunda o'zi. Ekama bir, mana bir, misol uchun. Tushunarli. To'shning bo'ladi. Tushunarli. Diskalar ham 18. Xolodilnik shunda bo'lmasmi? Xolodilnik shunda bor. Hozircha shu modelimizda bor xolodilnik. Yangi bir bagajini ham ko'rib o'tsak, hozir orqa stopini ham yoqib ko'rsatib olasiz. Canavar nasib etsin ham yozib qo'yinglar kommentariyada. Yaxshi niyat yarim mol dedi-ku. Zo'ri nasib etsin, dum qimmatni nasib etsin-dan shuni yarısini hisob kitob etib ko'riladi. Arka yarısı dizayni. buna to'g'ri keladi bo'lmasa jin. Bagaj ham kattagina ag'i. Undan kam bu bagaj. Yaqinroqda o'tirib go'shtaydi. 480 litr oladi ag'i. Zaryadchilar ham hamma narsa komplektida beriladi ag'i. E'tibor etsak, bu 7 kilovat zaryadchi. Misol uchun, meni qarashim 25-30 bo'ldi misol uchun. Endi ikki korobkadan deymiz, ishida ketdimi bu? Endi ikki korobkadan keyin menda 4 o'rmoq joy bor. Korobkani yana ya 50 desangiz ham 1 metrdan ziyod. Aman. 1 metrdan ziyod. Çünkü o'zingiz 1 metrdan Bemalol ziyod. leboniyasi eklasa bo'ladi. Ava. Belar rushnoy. Yaga bir salondan bir ko'raylik. Sen dizaynlarini. Ya'ni. Pastdagi bo'ji nomi uni? Navzaga. İşini. Ha bu detski kreslo qo'yadigan joyi bor. Ha, detski kresloga detski kreslo uchun. Yaqin go'st. Ha, yosh bolalar uchun kreslo. Ha, yosh bolalar uchun. Nasib etsin. Bedan o'jaga skorostoga qolgan. Skorostamiz rulning orqasına ko'chgan, ya'ni donik o'rnuna ko'chgan. D, ya'ni polni R, polni 360 gradus kamera и parkovkaning knopkasida. Ha. Bu yerda shu pavorotlar dvoniklar bu yana ko'chgan. Svetni yaxshilasa avtomatik bo'lgan. O'zi o'chirib, o'zi yoqadi. Avtoqo'pkasi bo'ldi ama. Knopkaga girsam shu o'zi o'chirib yoqadi. Bu yerda shu knopkalarimiz, haydash rejimlari, avarinkalarimiz, elektr yoki gibrid. Ha, bundaqa yana bir narsasi bor. Masalan, elektr qo'yib qo'ysangiz, mashina 60, 70, 80, 90 bo'lsin, faqat tokdan yetadi mashinada. Zaryadingiz bor, masalan, benzin rasxod etmaysiz. Elektr qo'yib qo'yasiz, quru tok yurasiz. Agar gibrid qo'yib qo'ysak, 60 tezlikgacha tok yuradi, 60 sanamda dvijokni qo'shadi. O'zini o'z zaryad berib ketadi. Mashina funksiyalari ham bor. Xolodilnikimizning belog'i ham qizdiradi, ham sovutadi bog'i. Yoz vaqti sovutib beradi, qish vaqti qizdirib ham beradi. Pechga ham ishlatsangiz bo'ladi. Hozircha bir dona ish modelimizda bor bu. Xolodilnik ham pechga ham. Buni kredit olsak eng arzon necha so'm berishga keldingda? Hozir eng arzonaga minimalniy 30% bilan chiqib turibdi mashina. Aranni 3 yil, 4 yil, 5 yil avtokredit. Kreditga 100 so'mdan ziyodroq bo'ladi bu. 120 atrofi bo'lib boradi ama. 120 atrofi sug'urtasi bilan premium shuninglar bo'lib boradi. Bo'lib boradi. 120 aldidan berasiz, keyin 5 yilga kreditga 5,5 so'mdan chiqadimi? 5 yil ham 5 yilga kreditga bir 7 atrofi chiqib boradi. 7 million. 5 yilga 7 atrofi chiqadi. 7 million so'm atrofi chiqib boradi. Podsvetcha salonlari bor va nasib etsin. eng navorotchini mashinamiz bo'lib turibdi hozirgi kunda. Xolodilniklari, head-up displeylari bilan. Canavar svet ham yoradigan. Hozircha bir xil foizda bor. Bir xil foizda 364 million 400 bahasi. Zo'r mashina. Zo'r aga. Sedanlarni eng zo'ri bo'lib turibdi hozir bo'ynak. Oya bir napar qo'ying akangizga. Xudo xolasa. Minsin. Voy xudoyim nasib etgan. Yaxshi niyat bizaniki. Sizlarga nasib etsa bizlarga nasib etsa sizlar bor. Sealine modelini o'tsak ham bo'ladi. Ha? Sealine modelini. Bu 100% elektr bog'i. 100% tok. 100% elektr ama. Bu endi chempion uladan keyingi pokoleniyasi bu. Keyingi pokoleniyasi. Ularni katını desak ham bo'ladi. Chempionlar katını desak ham bo'ladi. Sababi buni eshitib yuribman. Buni amortizatori chempionning amortizatoridan qaraganda mukammalroq ekan. Ham buni akkumulyatori bunga qaraganda mukammal ekan. Toshni aytasiz. Ha, bilmang. Keyin rasxodi, tok rasxodi bunisi bunga qaraganda mukammal. Minimallashtirilgan, ham zaryad olishdan tezlashtirilgandan buni o'jalar. Xo'p, amortizator dedingiz, amortizatorga keladigan bo'lsak, bunda duh recharge podvesiya tutdi. Ya'ni masalan, boshqa modellarda McPherson turgan bo'lsa, bunda duh recharge tutdi. Bu o'zi yo'lga qarab amortizatorni jostki yoki miyaqchilikni o'zi belgilaydi. Mashinada eshitdim. Mashinada ham akkumulyatoriga keyingi pokoleniya, masalan, chempionlarda ya boshqalarda elektrlarni ko'rgan bo'lsangiz, ozgina kuzovdan tushib turadi. Bu esa kuzov bilan birlashtirilgan. Buni ochsak bo'ladi, ochib ko'rsak bo'ladi. Ha, ochib ko'rsak bo'ladi. Bu yerda ham bagajimiz bor bunda. Nerede bagaj? Eldan ham bagajimiz, ha? İyi. Akıllı iki motor bor dedi kumunu. Motorlar uni pastda tutadi. Voy, 80 litrning. Yaraning pullarni solib solib qo'yamiz. Misol so'mka pulsin. Ha, hech kim o'ylamaydi-da. Xo'p, aga, mana hozir dangi momentda ikki xil pozitsiyamiz bor.
451 milyon brüzlikimiz var, hem de 503 milyonluk var. 451 milyonlukumuz arka privutda boladı, arka startadı. 6-7 sekunddan 0'dan 100'e çıkadı valla. Bu Moika'ya girdiğinde buna soğutmuyor mu yerine? Yok yok. Şunda rezinkeler koyulgan. Rezinkeleri var, o platinçileri var. Keyin 503 milyonlukumuz var, bu polni privut, işi durğanı. 4 balondan tartadı. Bu 4,5 sekundda çıkadı 100'e. 533-60 beradi. Zapas xoda ise birinci faizimizde 567 kilometre sürüydü. İkincisinde 542 kilometre sürüydü. Polni privut boğanı azgına bir 20 kilometre radisdə beradi. Aytkan bu çisi premium klas nerse. Zor ekan. Video ayak. Arkalarından bir video görsün. Göstəyin la bunu. Video zor ekan. Diskələrimizdən 20'lik Michelin balola bilan gəladi full pay hissəsi. Michelin balonu öz biləsiz. Michelin balonu. Reklam azarlık o. Birinci pay hissədə isə 19'luq diskiyə gəladi birinci pay hissəsi. Lakin dizaynı bir xil. Ne arka dizaynı. Sport karlar değil mi? Nazlı şunu oxşuyur ekan. Formasan özü sport karını verədi ki ama. Formasan sport kar. Bunun çakmakta çıkadı 100'e dediniz? 4,5 sekundda çıxadı. 4,5 sekund. 4,5 sekund. Bagajam ilə çempionluğundan kəttaraq bağı. Bundan ham zaryad işləri həmmərsə komplet. Uji subwooferlər, arkalarından subwoofer. Həmmərsə bağı uji bundan. 503 so'm. 503 milyon bağı. En full pay hissəsindən bağı. Bundan ham PAM istədiyinləri bağı. Ne diyen giyin açıladı mı işki? Dünyası var. Həm sifətinə qaran. Nappa koja boladı bağı, full pay hissəsində. İşki dum giyin ekan bu. Giyinlik hem zor. Sizin rigorovkalarını hem görsəydiniz, bunda dım köpək rigorovka ucu. Belizəm qıstırılan funksiyaları var bunun. Birinden kısa mı? Yani bunda. T-shirt tutardan belizin arkasını. Hava. Stopun agresiyyə düşməydi nə ağa? He. Skor sayılarımız bunda ağa şu AB-ni, çempionlar kimliyin. Peki həmmə funksiya bağa, 4 sidiyyə qızdırады, 2 əldə soğut adam, rulam qızadı ağa. Nesi zor ekan bu? Kocası. Həm yeri yumuşak material bir, görünýəli ağa, həm yerini. Yok zor ekan bey. Nappa koja ağa. Sidiyələr həm nappa koja, biyallar həm nappa kojada işlənген bolar. Şimdi 500 somam az pul emas, katta pul 500 som. Lekin alkulum dese 500 som birden geledi şırt balas koyasın. Malades. Hemme layık buna. Ekeniz hem layık, bu maşında yürüyüşe. Özünüz hem layıksız. Bunda indi ağa panorama boladı, lük pomidi. Şorkəsi açılıb beklənədi bunda ağa. Bunda 100-200 duradan dat işlərəm bağa, ondan stokədə görtüğən bolsayız. Polni əgər çalğıcaq bolsayız, ya ki telefona çalğısayız, reski vibrasiya bərədi ağa, rula. Agahlandırıb durad ağa. Kara, yola kara dedi. Aha. Bu telefonu soğutmam durad oxşu deyib. Ava, o 50 wattlıq zaryad işi, telefon qızması üçün soğutmam durad ağa. Telefonu bir də qoyubsuz yine, bir də telefon zaryad duranda sən qızladı ku, şimdi vaxt deyib soğutup durad ekan. Buna ağa həmmə funksiyalar var. Birinci, ikinci paysədən televizyonlar var, 360 gradus kameralar var. Bunun arzanı? 451 milyon. 450 som, 450 som bolsa 50 som fark var ekan. En fullu bilen bunun direktli içinde. Yetireyik hemmeni. Nasıl xalasan. Həm bunu eşkürüşkələrinə qaranıq, dımniya bir işi işlənген. 150 som bilen çıkar mı krediden? Avan, 150 som bilen çıxarsak oladı. Rüşkələrəm, niyə bir işləyim oynayırlar. Zor ekan. Hem biri yumuşak material, birlərəm, hem biri yumuşak material. Bu 100% neçəqli yürüydü bu? 100% toklu? Hop, birinci paysəmiz ağa 567 kilometre yürüydü, ikinci paysəmiz 542 kilometre yürüydü ağa. Birinci Polni paysəm? privudlusu. Birinci paysəmiz arka startadı ağa. Bunu polni privud ağa, 4 balonam tartadı. Polni tartadı onu kemirak yürüydü. Avan, sən gənə bir 20-30 kilometredin kemirak yürüydü. 540 dediniz mi? 540 ağa. 540 bolsa, barın 450 olsun. Öydə ağa, zaryata koyadıyla Grubi bu 50-60 bin somluq zaryat aladı ağa, öydə. 50-60 min bilen barın 450 ne yürüsün? 400 ne yürüsün? Motoruyuz ağa. Misal. Ben Mesela 120 son, 110 son bilen zapravka boladı. 90'lık balonunuz 110 son bilen zapravka boladı. 200'den ziyatırak 200 yürüysüz. Misal için doğru mu? Neçə yürüysüz 90'lık balon bilen metanda. 200 kilometre yürüldü de bir saplayımız. Barın bunu 400'e giriyenden 200 ondan bandı 220 oldu. 220 neydi? 60 bin neydi? Beraber 2'ye böleceğiz ağa. Hop yaxşı benzindən, qazdan utup çıxdıq ham deyilik. Düşünün deyilik yaxşı. Bar yaxşı bundan kaladon pul bilen 4 yılda
çıkarıp alasan eken bunu diyen yerinde bunu garantiyasi neçik? Garantiyasi ağa bizde hamma modellar bir xil beriladi. Mashina o'zini 6 yil yoki 150 ming kilometr garantiya beriladi. Mashina o'zi deganda masalan bir gibrid bo'lsa, motor, elektromotor, polniy elektronikasini ağa. 6 yil yoki 150 ming. Xo'p, akkumulyatorni ağa hamma modellar 8 yil yoki 150 ming kilometr garantiya beramiz. Biz ham biladilar, pramo zavodning dilerimiz, garantiyalar ham, servislar ham, zapchastlar ham o'zimizda bo'ladi. Bu maşının yıllık faiz stavkası neçik oladi endi? Yıllık faiz stavkasi ağa oldindan to'lovga bog'liq, 30-40-50 ga bog'liq. Masalan, 30-40-50 bo'lsa 22-23-24 aşının faizlardan chiqadi baba. Ha, eldinden neçeli köp tölersem yıllık faiz stavkası kemayadi. Ama. Yani 11.9 yıllık faiz stavkası deyiniz kaç maşına? 11.9'larga Chazor bilan chempion mashina bo'lib turibdi, gibrid. Sababi u Jizzaxda chiqibdi va o'zimizda. Shuni munosabati bilan shular ağa ligota berib turibdi. Xudo xolasa aslında 50% pulini to'lasa 11.9dan 5 yilgacha chiqarib berib bilamiz ağa. 50 faiz tölese? Lekin undan kam to'lasam bo'ladi, lekin undan foizlar ozgina o'zgaradi. Masalan 40% to'lasa 13 chiqadi. Ha, yo 21'e çıkmıydı da 1000 yıldan doğru mu? 21 chiqmaydi. 30% to'lasa 17 ga chiqadi. Aslında ağa. 30-40-50 undan ham. Endi pastroq to'lasa ham bo'ladi, 30% dan pastroq to'lasa ham bo'ladi. Atari oylik ish haqqi kerak bo'ladi. Oylik ish haqqi bo'lishi kerak. Aylık çamleki 7-8 so'm olishi kerak menimcha. Endi ama ay moy to'lovdan saydan o'tish kerak-da oylik. Shunga qarab chiqadi. Yoki kefilni ötish kerak. Ana sizlara videoni tushuntirib net qoldik. Keyingi videomuzda test drive qilish uchun qaysi mashinalar bosda test drive? Test drive ag'azi Chazor mashinamiz bor, Yuanap mashinamiz bor, chempion mashinamiz bor. Agar shundan birini alang mizozamiz aytsa, qaysini ko'proq yozsangizlar, Chazor, Yuanap, chempion. Şu 3 modelden qaysi birisini ko'p yozsangizlar, shuni test drive'ini gösteramiz. Qaysini qiziqib turibsiz şu 3 mashindan? Ha, bir aydab o'zingiz bir baham berasiz. Endi Yuanap aydab birsiz. Yo'q, uni Yuanapni zo'r, baribir. Men uni tavsiya qilmagan taqdirda o'sha yurt bildi uni. Biz O'zbekiston bildi Yuanapni. Endi bu degani bu shu bir modeli zo'r chiqdi, qolgani cho'lashib degan gap emas. Men misol uchun nerda bir boshqa bir reklama bilan borib, bir BYD minib bir adam bo'lsa, eminni söyletib turibman. Videomni ko'radi, ular biladi uni. Eminni söyletaman. Bu neden ne gösterdim bundan? Bundan ham shu head-up display bor. Elde tezliklarni ko'rsatadi. Yo'q, karton ham, navigator ham. Yo'q, u hozir reklamat turadi, shunda o'ynatib turadi. 60-70 tezlikda mashina reklamat. Mayli qarab o'tirib ko'zmi? Bu narsa ko'rsatib turibdi ya. O qatam yemedik, hech vaqt yemedik. Yo'q, u prosta reklamat turadi. Ba'zi reklamni rejimda. Shunda o'tirganda shuni ko'rib boraverasan ekanda uni. Xalosa o'chirib qo'ysam bo'ladi, xalosa yarqisini pasaytirib qo'ysam bo'ladi. Uni kontrol etsa bo'ladi. Lekin zo'r ekan bu. Ama ko'rgan bo'lsangiz video chiqarib shu Silane hamda Sil 6 modellarimizga telefon ulab berib turadik. Ko'rgan bo'lsangiz, poni masalan Android bo'lsa yoki iPhone bo'lsa, masalan saydan qimmatroq modeli bo'lsa, NFC tutiladigan modeli bo'lsa, telefonni ulab beramiz. Kilit ham olib bermak kerakmidi? Ya'ni programma orqali boshqarsam bo'ladi. Mabodo programma girib o'tiribman desa, to'g'ri telefonni bakoya deyizadi, res yo'q edi chipi. Shuning zaman ham keldikini hozir. Telefon deyizasiz, mashina açıladi. Hozir BYD Yuanap tushunib bo'ladimi? Yuanapni ham aytsa bo'ladi, Sil 6ni aytsa bo'ladi, Silane aytsa bo'ladi hozir dangi moment. Hozir Yuanapni kiliti, bir kiliti ekamda, bir kiliti pasen uyda turadi. Bo'ldi. Telefon o'zi o'lab, NFC-larni ham ishlatib beramiz og'asi. Men misol uyda vaqtda ekam kilitida ichgan kirib, ekam kilitini olib chiqib yurmandan telefonni uyamda qo'yib bir deyiz beramandan ishga ketaveraman. Agar mabodo u funksiya kerak bit desak, telefoningizga programma ulab beramiz. Programmadan ilib ochib, haydab bersangiz ham bo'ladi. Yo'q, mashinami axir? Mashinadi, necha yonmaydi. Telefonda açılsa kilit so'ramaydi. Kilit so'ramaydi, telefonda tasdiqlanadi, o'sha haydab ketaverasiz. Mashina ya, kilit so'ramaydi. Necha zamonlarga keldi. Telefoningiz bo'lsa bo'ldi, ya'ni haydab ketaverasiz internetda. Canlı rivojlanib olib ketdi. Malades, BYD avtosalon ekranda telefon nomerini qo'ydik. Qaysi modelga qiziqsangizlar, narx navosi to'g'risida ekrandagi nomer bilan telefonlashinglar. Ekrandagi nomer kechki soat 6-7 gacha ishlaydi. 8 gacha. 8 gacha ishlaydi. Azanki 9da ish faoliyat. 9da. Ana aviatsiya bo'lmaydi. Limon moment kelsangizlar, sizdan bo'ladi. Telefon aytinglar, sizlarga summasi, oylik to'lovi hammasini chiqarib taqlab beradi. Tushunib, ko'rib, keyin xarid qilinglar. Lekin tavsiya qilaman, zo'r. Mashina haqiqatdan zo'r. Men o'zim boshqa bir brend haydab yuribman. Lekin xudo xolab sog'lik bo'lib tursa, endi akam oldi, zo'r. Shuning uchun akamda bor, akam haydab yurgani uchun aytib turibman. Endi uyda bor, haydab ko'rib yuribman. Zo'r, haqiqatdan zo'r. Uyingizga, ota-onangizga net bir qo'ying ekangizga. Yürüyüşü tartı ama hadaoylari o'zi boshqa mashina minasiz yamin qoladi. Tunin qo'ya marka borganlar qo'y bosib kelgan mashina.
Jako'da 2-3 koyun basıp ki. Kim çok aytadı. Vay ya koy basıp. Ha bu maşın mı? Bu şikayet üstünde koymaysan ki bunları. Doğru. Heyde şikayet mi canını çıkarıp? Koy bazı canını heydeysen zor. Ekem misal hazır hem yere barıp geledi. Sebebi arzan çıtırtı tok. 3 başlık arzan çıtırtı. Hem yere bazılara barabilir. Benzin diyen muamma yok. Yok, gazlı uçuk yep yok. Tok bana 20-30 son bilen doladı. Bol keyfet yürüttü be yaptı. Maşınlarımız tayar ağa, xuda xalasa. Kütmediler. Dərim desən ana. Test-drive analitik görəmiz. Bətəs olaraq məlumat verəmiz. Qrafiklərini verəmiz ağa. Şu mənzilin Daritalyan da gələ bildilər xuda xalasa. Daritalyan yanında BYD avtosalon. Resmi avtosalon bu. Resmi Erten bugün yani şunca pul tüləyindən ki çola çıqqamayın. Şunca pul tülədiyizmi resmi avtosalonuna alın maşını. Erten giyinizdə yaxşı oladı. Diliniz uzun buladı. Maşının yeri var. Şu üçün resmi adamlardan olar. Xoş aman bolla. Sağ ol. Bana deysən mənə nəsib etsin bu. Kommentariyada yazıb qoyma bilirəm nəsib etsin də. Yaxşı niyə deyib? Unlu maşın yazılır şimdi, unlu qımmat maşınlar yazılır nəsib et gedir. Yaxşı niyyət yarım mal. Bunu yazsanız ortaca 250-300 350'lik maşın nəsib et qoyar. Yuvanap nəsib etər. Çazırdır. Moş bu al kulum dese heç nə zaman. Allah'a sat. Al kulum dese birdən gələdə pul alas qoyarız. Xoş. Nəsib et ki, həmmə nəsib et ki. Bunun açılamızda bolsa bizə də faydası var. Bir yerdə görəndə mindirib getərik.